Şıkılığım kavatıda kızlar şıkılığım ösmem yoqap ketipti. Amaliyatda sizlar bek chiroyli, bek güzel desem ishinamsizlar. Sizlar men bek güzel, men bek chiroyli desanglar, bag'ansir chiroylilashib, bag'ansir yoshirib mangsizlar degan gapimga cho'qim ishoninglar. Yaxshimi qizlar deganlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun yana qanog'li boraman doktorxonga. Shuning bilan shunday qilib girim qilishni boshlaytamda qaranglar, tujan qilib bergan chopliqimni choplab, teri asrashlarimni joy-joyida qilib yetibdi ekanman. Teramga bugun ish qilib qarab shunchalik suyundimjimi, olma telefonning yuanshanjisida to'xtatmay bir kun rasmga tushib chiqdim. Maqulamdagi 5 ning kimiyi 79 ga chiqadi, ishlatganim 110 nomer. Ishlatib ko'rib baqsanglar bo'ladi. Teram bilan o'xshash chiqqan mayni yaxshi ko'rdim desanglar. Qaranglar, bek chiroyliqsan dema, qulamni, bo'ynimni ko'rib turgansizlar, mana ko'rdinglarmi? Ish qilib qizlar terimizni yaxshi asrab, yaxshi tozalab mangsaq, qilgan grimlarimizmi ajoyib isil, ajoyib chiroyli suzuk chiqadi ekan. Teri asrashlarimni cho'qim ishlatdinglar. Faqat qimmat emasay, ter tozalashim bilan namlikimni olsanglar ikkisi aran 50 qo'y, ko'zmal ham 40 qo'y, 90 qo'y, chaplaqdan birini olsizlar bo'ldi. Biror necha ishlatgidek mahsulot ola olasizlar. Shuning bilan men yeyingimni chuchonimda bor 39 qo'y 9 mo ajoyib ko'zni xumoliq ko'rsatuvchimi, sufti yaxshi bo'lganligi uchun ko'gininglardek ko'rdinglarmi? Shuna chiroyli chiqqamdi ekan. Men qoshliq qalamimni tepog'icha deb mushu yeyingning o'zidan men qirliq cho'tkamni chiqarib etdim. Qaranglar, qishimga ish qilib rangi bek chiroyliqchimi. Endi lavsiriqimni surdim. Qaranglar, girmim shunday chiroyli chiqdi. Men chosh o'stirdigan narsalarni ishlatib, men ushoq chochlarimning o'sib ketganini ko'rdinglarmi? Ish qilib hamma narsa shu asirg'anni biladi ekan. Haqiqatan jumi shu o'zinglarga sal ko'ngil bo'lib, o'zinglarga azroq mablag' sepinglar qizlar. Agar mahsulotlarimni elishni o'qimasanglar, sizlarga tavsiya qilib beray. Teranglarni cho'qim tozalaydigan patqaq malham elinglar, namlik saqlashimni elinglar, ko'z malham elinglar, chopliqimni elinglar. Şıkılığım kavatıda kızlar şıkılığım ösmem yoqap ketipti. Deb xo'sh olib ketdim. Aqimdagi Urumchilik Jo'nyi doktorxonasi. Shunda rahat olib qoldim qizlar. Mushu doktorxon kelgan vaqtimda bek yaxshi kasal ko'rdi demaysizlar. Oldin qatim mushu amal ba ayolini jiqira sayotga olib chiqdi deb bu yil biz Chunchinglarga bordik, Bonjo'larga bordik, Turpanlarga bordik degandek. Shunchalik xo'sh bo'ldim. Mana 1 yil bo'lib qolibdimi haldaqi. Shuning bilan mabaliyat qurimga o'smimni tashlasam yo'qab ketibdi deydi. Yo'q ekan deydi. Shunda xo'sh olib ketdim. Ikkinchidan mana bu qilqansman bez xizmatimni normallashibdi, doramning miqdorini azaytdi. Endi asliga kap bo'lmaydi ekan bu uzoqchi uchun. Shuni to'g'ri yeydi ekanmiz. Haqiqiy bir normallashgan vaqtda doram to'xtasam bo'ladi ekan. Ish qilib o'smam yo'qabdi. Undan boshqa ko'ksimda tuguncha batdi. Umi yo'q ekan qizlar, umi yo'qabdi. Shuna xo'sh olib qoldim. Shuningga qizlar, bu mazmunim cho'qim bir aktiv energiya bo'lsin sizlarga. Cho'qim kayfiyatinglarni yaxshi qilinglar. Har vaqt yaxshi qilishga tirishinglar. Ma bir oy ko'ksim bek og'riganda doktorxonaga kelishimiz bilan ayolingni xafa qilibsa deydi yo'ldashimga doktor. Shuning bilan yo'q, men xafa qilmadim, mushtaq bolalar xafa qilib mushlar bo'ldi. Qattiq xafa bo'lmasin, ma'qul holatda turib, ayoling xafa bo'lsa qattiq bo'lmaydi deganda ma'qul deb yenib chiqdik, lekin men xo'sh olib ketdim. Aran 37 qo'yliq to'g'ri kesipadi qizlar, aran 37 qo'y. Shunda rahat yengil olib qoldim. Ish qilib sizlarni bearam qilgan kishilardan jiroq turinglar. Har vaqt kayfiyatinglarni yaxshi qilinglar. U yer biyalaringlar og'risi vaqtida doktorxonaga berib, menga o'xshash muntazam davolaninglar qizlar. Bekchiq qizlar deydi, bekchiq doktorxonaga borsiz, doktorxona to'lib borsingizmi kasal bo'lib ketasiz deb. Lekin ig'irlashib ketgandan, yana oldini olmay kontrol qilmay, yaqindak yurgandan davolangan yaxshi deb o'ylayman. Vaqtida ko'ringan yaxshi deb o'ylayman. Sizlar uchun qizlar, cho'qim men degandek sinab yiqinglarchimi? Mazmunini yaxshi kesanglar, yirqinglardan birini beslatgash. Qo'sh bilinglar. U yer bu yerda tuguncha o'sib bo'lib ketgan qizlar bek oldirib ketmay operatsiya qilgan. Mana menga o'xshash shunday kayfiyatinglarni yaxshi tutib, do'ranlarni vaqtida yeb, vaqtida tekshirib sinab yiqinglar. Cho'qim o'ngishilib ketisizlarchimi? Qo'shilinglar, keyingi mazmunni ko'rishaylik.